Yani men kartani hammasini ochib tashladimda. Nima qilaman ularni o'zim bilan olib ketganda, u dunyoga necha kunlik umrim bor. Shuncha bilimni o'zim bilan olib ketgandan ko'ra, o'sha xalqimga aytib ketay dedim. Tekinga qancha bilimlar berib tashladim xalqqa. Alloh rozi bo'lsin mendan. Qancha odamlar hayoti o'zgardi, tushkunlikka tushib ketgan qizlar qanchasi siz meni hayotga qaytardingiz, siz meni hayotga qaytardingiz deb nechtasi chiqyapti menga. Menga yana nima kerak qizlar? Mendan xalq minnatdor. Meni qancha odam duo qilyapti. Mana shu eng zo'ri shu-ku. Aytadi-ku, sajdani bitta Allohga emas deydi, sajdani bandasiga ham qil deydi. O'shanda hayot jannatga aylanib ketar ekan. Sizlar faqat sajdani Allohga qilasizlarda, bandasiga pasho deysizlar. Mana shuning uchun ham hayot jinnicha. Siz Allohga ham sajda qiling. Bandasiga 2 barobar sajda qiling. Ana o'shanda hayot go'zal bo'ladi. Mana shu narsani sizlarga o'rgata olmayapman, uqtira olmayapman. Qanaqa qilib bandasiga sajda qilamiz deydi. Sajda qiling. Allohning muhabbat bilan yaratgan bandasiga nimaga sajda qilmaysiz? Sizni Alloh taolo yomon ko'rmaydi. Sen nimaga meni yaratgan bandamga sajda qilyapsan deb jahli chiqmaydi, xursand bo'ladi, naborat. Qanday ahilman bu bandalarim deydi. Bir-biriga sajda qilib, bir-birini hurmat qilib, bir-birini izzat qilib, bir-biriga faqat yordam berib, qiynalganlarga boylar yordam berib, qanday hayot zo'r bo'ladi qizlar.